Kabachxotun, shuningdek, Xutakxotun nomi bilan mashhur, 7-asrning ikkinchi yarmida, taxminan 674-689 yillar Buxoroni boshqargan nufuzli malika va regent. U Buxor Xudotlar sulolasidan bo'lgan hukmdor Budun yoki Bindu ning rafiqasi va Tukshodaning onasi edi. Tarixchi Nashahiyning yozishicha, u o'ta aqlli va qat'iyatli hukmdor bo'lgan. Har kuni ertalab va kechqurun u Ark qal'asidan chiqib, Registon darvozasi oldida oltin taxtda o'tirib, davlat ishlarini boshqargan va aslzodalarning hisobotlarini tinglagan. Arab istilosi davrida u Buxoroning mustaqilligini saqlab qolish uchun ham harbiy qarshilik ko'rsatgan, ham mohirona diplomatiya olib borgan. 674 yilda Ubaydulloh ibn Ziyod qo'shinlariga qarshi turish uchun turkiy qabilalar bilan ittifoq tuzgan. Keyinchalik tinchlikni saqlash maqsadida arab sarkardalariga katta miqdorda 1 million dirham atrofida boj to'lagan, uni 200 nafar aslzoda yigitlardan iborat maxsus gvardiya qo'riqlagan. Shuningdek, munosib kishilarga sharaf choponlari kiygizish an'anasi ham uning davri bilan bog'liq bo'lib, bu odat hozirgi O'zbekiston madaniyatida ham saqlanib qolgan. U 689 yilda vafot etgan. Undan so'ng hokimiyat uning o'g'li Tukshodaga o'tgan, biroq to u voyaga yetguncha Buxoroda murakkab siyosiy kurashlar davom etgan.